Uning issiq nafasi yuzimga urilganda men butun dunyoni unutgan edim. Qulog'im ostida shivirlagan so'zlari ehtirosli bo'salari. O'sha tunda men o'zimni malikalardek dunyodagi eng sevikli ayoldek his qildim. Men unga borlig'imni topshirdim. Lekin tong otganda ertak o'rnini shafqatsiz, muzdek haqiqat egalladi. Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Hikoyachi Momo kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Bugun men sizga ehtiros, ishonch va shafqatsiz xiyonat haqida, o'zim bilib turib kirgan yolg'onlar haqida gapirib beraman. Videoni oxirigacha tomosha qiling, chunki bu hikoya balki sizni katta xatodan asrab qolar. Marhamat, qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Men 21 yoshdaman. Ota-onam qattiqqo'l bo'lgani uchun uyda doim erkinliksiz, qafasda yashardim. Opam turmushga chiqqan, pochcham yaxshi inson edi. Men ularning uyga tez-tez yordamlashgani kelib turardim. U yerda o'zimni erkinroq, kattaroq odamdek his qilardim. O'sha yoz kunlarining birida men yana opamnikiga mehmonga kelgandim. Opam erta tongda ishga ketardi, pochcham esa o'z ustaxonasida band bo'lardi. Men uy ishlari bilan andarmon edim. Lekin o'sha kuni ertalab hammasi boshqacha bo'ldi. Yuragim sababsiz qattiq urar, ichimda g'alati bir hayajon bor edi. Kechqurun uyga pochchamning ukasi Shahzod kelgan ekan. Men uni kecha tunda birinchi marta ko'rgandim. U shunday kelishgan, bo'ydor va o'ziga ishongan yigit ediki. Uning ko'zlari to'qnashganda mening nafasim ichimga tushib ketgandi. Uning nigohida qandaydir olif, tortishish kuchi bor edi. Men kechasi bilan uni o'ylab uxlay olmagandim. Ertalab oshxonaga tushdim. Sochlarimni tekislab choy tayyorlay boshladim. Shu payt oshxonaga Shahzod kirdi. U ham endi uyg'ongan, kiyimlari biroz g'ijim, lekin baribir juda kelishgan edi. Ko'zlarimiz yana uchrashdi. Men darhol yuzimni o'girdim. U stol yoniga o'tirib choy quyishimni kutdi. Tong otdi, chiroyli mehmon, dedi u to'satdan past, erkakchasiga shivirlagan ovozda. Mening yuragim qinidan chiqqudek urib ketdi. Qo'limdagi choynak titrab ketdi. Men unga qarab jilmaydim. Ha, bugun chiroyli tong, dedim o'zimni yo'qotmaslikka harakat qilib. Uning nigohi go'yoki mening qalbimning qa'riga kirib borayotgandek edi. O'sha kun qanday o'tganini bilmayman. Men xuddi mast odamdek xayollar og'ushida yurardim. Kechga yaqin pochcham va opam qandaydir to'yga ketishdi. Ular kech qaytishlarini aytib, uyni bizga topshirishdi. Uyda faqat ikkovimiz qoldik. Qorong'ilik tusha boshladi. Havo issiq va dim edi. Men mehmonxona derazasidan tashqariga qarab o'tirardim. Uy jimjit, faqat soatning chiqillashi eshitilardi. Men o'zimni yolg'iz his qilmasdim. Xonaning qayeridadir uning nafasi borligini bilardim. Orqamdan sekin qadam tovushlari eshitildi. Men o'girilmadim, lekin yuragim yana o'sha tez ritmda ura boshladi. Shahzod sekin kelib orqamdan turdi. Uning issiq tanasi yelkamga biroz tegib turardi. Uning atiridan keladigan yengil yog'och hidi miyamni aylantirdi. Sen bilan gaplashkim keldi, dedi u qulog'im ostida pichirlab. Uning nafasi bo'ynimga urildi. Badanim jimirlab ketdi. Men bilanmi, dedim hayron bo'lgan kishi bo'lib, lekin ovozim titrab chiqdi. Ha, dedi u bir qadam oldinga tashlab yuzma-yuz bo'lib. Yuragimda bir narsa bor. Buni ortiq yashira olmayman. Kecha seni ko'rganimdan beri aqlimni yo'qotayapman. Men senga oshiq bo'lib qoldim, malikam. Mening yuragim urmay qolgandek bo'ldi. Bu men kutgan, lekin eshitishdan qo'rqqan so'zlar edi. Men unga qaradim, uning ko'zlarida qandaydir yirtqichlik, ayni paytda katta mehr bor edi. Men go'yoki sehrlangandek edim. Men ham seni birinchi ko'rgan kunimdayoq shunday his qildim, dedim qaltirab, bor haqiqatni aytib. Shahzod menga yana bir qadam yaqinlashdi. Oramizda deyarli masofa qolmadi. Uning qaynoq nafasi yuzimga urildi. U qo'llarimni ushladi. Uning barmoqlari shunday issiq ediki, mening muzdek qo'llarimni isitib yubordi. Ko'zlarimiz uzoq to'qnashdi. Men uning ko'zlarida o'z qismatimni ko'rayotgandek edim.
So'ng lablarimiz asta-sekin yaqinlashdi. Va o'sha bo'sa. Bu mening hayotimdagi eng shirin, eng gunohkor lahza edi. Bu yuragimizdagi barcha yashirin tuyg'ularning yorilishi, qafasdan qochishi edi. U kecha haqiqatan ham sehrli edi. Ehtirosli, yovvoyi va shirin. Har bir nafas, har bir teginish mening hali ochilmagan qalbimni, ayolligimni uyg'otardi. Shahzod qo'llarimni asta ushlagancha meni o'ziga qattiqroq tortdi. Yuragim ko'ksimdan chiqib ketgudek urardi. Biz bir-birimizga shu qadar yaqin edikki, oramizda hatto havo ham qolmagandi. Lablarimiz yana bir-biriga tegdi. Bu safar u qattiqroq, ehtirosliroq, butunlay o'ziga bo'ysundiruvchi bo'lsa edi. Uning katta, issiq qo'llari bellarimni mahkam quchdi. Men uning ko'kragiga boshimni qo'ydim. Uning yuragi ham tez urayotganini eshitdim. Bu meni tinchlantirdi, u ham meni istaydi degan ishonchni berdi. Nafaslarimiz og'irlashib borardi. U meni asta qo'limdan yetaklab mehmonxonadagi katta divanga olib bordi. Biz yonma-yon o'tirdik. Nigohimiz bir-biriga qadalgan, nafaslarimiz bir-biriga aralashgan holda jim turardik bir lahza. Shahzod mening yuzimga tushgan sochlarimni ohista silab orqaga tashladi. Uning ko'zlari chaqnab turardi. "Sen juda go'zalsan", deb pichirladi u. So'ng lablarimdan yana o'pdi. Bu safar bo'lsa shu qadar chuqurroq, kuchliroq ediki, men butunlay boshim aylanib ketayotganini his qildim. Qo'llari bilagimdan asta yelkamga sirg'alib, butun tanamda shirin titroq uyg'otardi. Men unga qarshilik qila olmadim. Yo'q, men qarshilik qilishni umuman istamasdim. Nafsim, ayollik instinktlarim uyg'ongan, yuragim esa bu shirin lahzaning hech qachon tugashini istamasdi. U meni divanga yotqizdi. Ko'zlarida kuchli yong'in, qo'llarida g'alati mehr, tanasida esa chidab bo'lmas ehtiros bor edi. Lablarimiz, tanalarimiz birlashdi. Har bir harakat ham shoshqin, ham ehtiyotkor edi. U meni o'z ismimsiz, irodasiz, faqatgina hissiyotlardan iborat bo'lgan vujudga aylantirardi. U meni haqiqiy ayol qilardi. Yuragimda ham, tanamda ham men unga butunlay tegishli edim o'sha tunda. Tun juda uzoq, ehtiros va gunohga to'la edi. Biz bir-birimizga to'liq berildik. Har bir nafasda, har bir teginishda men buni haqiqiy sevgi, chinakam muhabbat deb o'ylardim. Ertalab quyosh nurlari derazadan tushib yuzimga urildi. Ko'zimni ochdim. Shahzod yonimda, yalang'och tanasiga choyshab tortgan holda yotardi. U uxlab yotardi. Uning qo'llari hamon mening belimda edi. Men o'rnimdan qimirlamadim. Men hayotimda ilk bor o'zimni to'liq, kimgadir kerakli va chinakam sevikli ayoldek his qilgandim. Men bu tun bizning uzoq va baxtli hayotimizning debochasi deb o'yladim. Axir u meni sevishini aytgandi. Biz uchrashib yuramiz, keyin u sovchi qo'yadi. Men shunday shirin xom xayollar ichida tabassum qilib uning yuziga termulardim. Oradan kunlar o'tdi. Opam va pochcham hech narsani sezishmadi. O'sha oqshom mening butunlay o'zgarib ketgan yuragimga muhabbat va nafsni birgalikda o'rgatgan tun bo'ldi. U xotiramda, badanimda bir umrga muhrlanib qolgan edi. Har kuni, har soniya uni o'ylardim. Biz Shahzod bilan yashirincha yozishardik. Xabarlari qisqa, lekin men uchun shirin edi. Ba'zida u menga qo'ng'iroq qilib, yana uchrashishni xohlashini aytardi. Har safar uning quchog'iga kirganimda, men butun borlig'im bilan faqat unga tegishli ekanligimni, u meni hech qachon tashlab ketmasligini his qilardim. Men ko'r edim. Haqiqiy ishq ko'r bo'ladi. Ammo bir kuni yoz oqshomida opam menga qo'ng'iroq qildi. Odatdagidek suhbatlashdik, keyin u to'satdan xursand ohangda dedi: "Bilasanmi, Laylo, pochchangning ukasi Shahzod yaqin orada unashtirilarkan. Onasi aytdi bugun. Qizni topishibdi. Bo'lajak kelini juda chiroyli, badavlat, yaxshi oiladan ekan. Yaqinda to'y qilamiz nasib qilsa." Bu so'zlar mening boshimga xuddi balyoz bilan urgandek bo'ldi. Telefon qo'limdan tushib ketayozdi. Dunyo ko'zimga zindan bo'ldi. Atrof gir aylanib ketdi. Yuragim muzlab qoldi, nafas ololmay qoldim. Qanday qilib? U axir meni sevardi-ku. Bizning o'sha kechamiz-chi? Mening toza qizligim-chi?
Bular uning uchun hech narsami? Qaltiragan qo'llarim bilan telefonimni oldim va darhol Shahzodga yozdim. Opam nima deyapti? Bu gaplar rostmi? Sen unashtirilyapsanmi? Xabar darhol yetib bordi, lekin javob yo'q. 1 soat o'tdi, 2 soat o'tdi. Men devorga qarab o'tirgancha ko'z yoshlarim bilan qon yutardim. Nihoyat telefonim jiringladi. Undan qisqa, sovuq va yurakni parchalovchi xabar keldi. Ha, rost. Men ota-onamni rad eta olmadim. Bu ularning kelishuvi. O'z oilamning obro'si uchun shunday qilishga majburman. Kechir meni. O'sha kecha haqiqatan ham yuragimda eding, lekin hayot boshqa tomonga olib ketdi. Baxtli bo'l. Men telefonga termulib qotib qoldim. Kechir meni degan so'zdan ko'ra insonni ko'proq qon qaqshatadigan, o'ldiradigan so'z yo'q edi bu dunyoda. Men unga ishonib tanamni, toza qalbimni, butun borlig'imni bergandim. O'z nomusimni, tarbiyamni bir kechalik ehtirosga, uning yolg'on so'zlariga almashtirgan edim. U esa bularning evaziga meni bir ondayoq unutdi. Mening nafsimni qo'zg'atib, his-tuyg'ularimni o'tin qilib yoqib tashlagan yigit endi xotirjamgina boshqa, toza qizga uylanmoqchi edi. O'sha tunni eslashni ham xohlamayman. Men yondim, baqirib yig'ladim, ko'z yoshlarim yostiqni emas, butun hayotimni ho'l qildi. Men o'z qadrimni, o'z baxtimni o'z qo'llarim bilan harom qilgan edim. Yuragimda bu voqea chuqur iz qoldirdi. Bu nafaqat yoshlik ehtirosi izlari, balki shafqatsiz xiyonatning, o'zimga nisbatan qilingan xiyonatning sovuq soyasi edi. Men yigitning yolg'on gaplariga uchgan ko'r ahmoq edim. Lekin men bu yig'i, bu depressiya ichida o'lib ketmadim. Kunlar o'tib, ko'z yoshlarim quridi. Oynaga qarab o'zimga qat'iy shunday dedim: Laylo, sen katta xato qilding. Lekin hayot shu bilan tugamaydi. Endi men undan, o'sha Shahzoddan 1000 marta kuchliman. Endi men o'zimni sevaman. Endi hech qachon yuragimni, eng aziz narsamni kimningdir vaqtincha mehri uchun arzon garovga qo'ymayman. Bu dars menga juda qimmatga tushdi, lekin bu meni ayol sifatida, inson sifatida qotirdi. Aziz qizlar, ayollar. Nafsmi, yolg'on muhabbatmi yo qandaydir ehtiros. Agar bularning bari zarracha qadr-qimmatingizni, kelajagingizni toptaydigan bo'lsa, qoching. Shirin so'zlarga uchmang. Chinakam erkak sizni kechasi divanga emas, yorug' yuz bilan ota-onangiz oldiga olib boradi. Agar bugungi hikoyamiz sizni ozgina bo'lsa ham o'ylantirgan bo'lsa, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni, dardingizni izohlarda yozib qoldiring, biz hammasini o'qiymiz. Keyingi videolarda nafaqat dardli qismatlar, balki hayotiy darslar ham sizni kutmoqda. O'zingizni asrang. Siz bilan Hikoyachi Momo kanali bo'ldi. Ko'rishguncha.